Şinjan Sanat Yurti. Şinjan Sanat Yurti Naqsh usul ömügining davlatlik birinchi darajalik usul rejissyori. Şinjan zamonaviy usulchiligining yo'l ochquvchisi. Her millat usulidagi pishqon yetakchi, mustaqil kelgan mehmon, Türklar davlati Qo'ng'iroqlik qiz nomli jazbidor usullarning ishliguvchisi. Yaqinqi zamondagi Robiya Saidin nomli usul teatrining rejissyori Jasur Tursun. Zamonaviy Uyg'ur usulidagi eng yaxshi yetakchimiz.